Xo'sh, dars yozib olinyapti. Assalomu alaykum hammaga. Demak, multi-level passage part 1 larni ko'rib chiqamiz. Bu faylimizdagi passagelar examda tushgan va tushadi katta ehtimol bilan. Chunki men examga kirib chiqdim o'tgan yakshanba 20-oktyabrda adashmasam, seferga multi-levelga kirib chiqdim. Polimerlar haqida tushdi. Shuni ham o'qisam, mana shu faylda bor ekan polimerlar haqida. Bu degani aylanib yuraveradi. Ya'ni, menga tushib qoldi, tushib qolmadi deyish shart emas, chunki readingni o'zi kuchaytirsangiz, tushmagan passageni farqi yo'q. Shunchaki biz formatni bilib, maksimum topa olish uchun, make sure qilish uchun buni yechib chiqamiz. Siz o'sha narsani kutadigan odatni shakllantirmang. Tushgan passagelar tushsaydi deydigan yaxshi emas. O'zingiz ishlay oladigan darajaga chiqqaningiz yaxshiroq. Demak, boshladik biz. Multi-level passages that appeared and might appear in the exams again. Bu kanalchamiz. Yangi ochdik, nasib bo'lsa sizlarga yordam beramiz. Ayniqsa noyabr, dekabrda topshirayotganlarga yordam berish uchun mo'ljallangan kanal. Lekin mana shu video yozuvdi 2045-yilga borib ko'rayotgan bo'lsangiz ham sizga yordam berish mumkin. Okay, test 1 ni boshlayapmiz, mana qarang. Multi-levelda part 1 mana shunaqa bo'lar ekanda, ichidan so'zlar olinar ekan mana shunday. One word only yoziladi, ko'pincha one word only, va biz shu tekstimizning ichidan olib ketaveramiz. Shunday so'zlar takror ishlatsa bo'ladi. Masalan, mana bu tepada takror keladi-ku. Odatda u testimiz authentic, ishonarli bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha mana bu masalan 1 deb turibdi-ku. Buni javob tepadan chiqadi. Masalan 2 deb turibdi-ku. Buni ham javob tepadan chiqadi. Agar authentic bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir paytlarda pastdan chiqib qolishi ham mumkin. O'shaning uchun har ehtimolga qarshi qilish kerak. Va bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Bunaqa type'da yechayotganimizda so'zimiz ham grammatik jihatdan to'g'ri kelsin, ham logical jihatdan to'g'ri kelsin. Ya'ni mantiq jihatidan to'g'ri kelsin. Mantiqqa to'g'ri kelmay, grammatikasiga to'g'ri kelsa ham bo'lmaydi. Har taraflama to'g'ri kelishi kerak. Masalan, men o'tgan safar seferda yechayotganimda imtihonda bitta javobni oldimda, keyin qarasam, word turgan ekan. Word, ko'plik. Manda o'zim xato qilmoqchi bo'ldimmi deb qo'ydim o'zimga. O'shaga qarash kerak shu uchun. Menimcha ovozim yaxshi eshitilyapti, to'g'rimi? Bir uzilgandek bo'lib qoldi. Kommentga yozib yuborsanglar. Menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Demak, grammatik jihatdan to'g'ri bo'lsin va logical jihatdan to'g'ri bo'lsin. Tepada ishlatilgan so'zlardan foydalanib javoblar topib ketilaveradi bunaqa type'ga. Topib ingliz tilini bilsangiz, ingliz tili o'rganib yurgan bo'lsangiz, sizga bir muammo bo'lmaydi. To'g'rimi? Ketdi, boshlaylik. Read text, fill in each gap with one word. You must use a word which is somewhere in the rest of the text. Qayerda bo'lgan bo'lishi mumkin deyapti. The WHO degani the World Health Organization ni qisqartmasi bu. Abbreviation, abbreviated form. World Health Organization degan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti has announced a shocking finding. Shocking findingni announce qildi, e'lon berdi. About the air we breathe. Havo bor-ku, biz nafas oladigan havo haqida. It said almost everyone on earth breathe unhealthy. Nimani breathe qiladi? Airni breathe qiladi, to'g'rimi? Mana shunday chiqib kelaveradi keyin. Yoziladi. Xo'sh, tekst yozadigan qilaydi. Breathe air. Mana yozib ketaveramiz. Air. Hammasini mana shunday ishlab ketaveramiz. Bugun nasib bo'lsa, agar energiyamiz yetsa, kamida 10 ta, bo'lmasa 20 ta yechib tashlaveramiz, farqi yo'q. Breathe air bo'ldi, mana breathe bilan collocation-da bu. Havoni nafas olasiz-ku. The World Health Organization air quality update said that 99% of the world's population breathe air that breaks air quality limits. Okay? People living in poorer. Mana bu joylarni biz buni scamming qilolmaymiz aytgancha. Men reading qilayotganda tez o'qib ketaman-da. Chunki tepadagi so'zlarni ishlatishimiz kerak-ku. Shuning uchun o'qib ketishimiz kerak rostdan ham. Researchers looked at data from over 6,000 cities in 117 countries. People living in poorer what? Poorer countries da? To'g'rimi? Poorer qayerda yashaydi? Mana shu nimadan o'zi ma'nosidan kelib chiqib yozib ketaveramiz. Living deb yozib yotmayman. Countries. Mana 100% to'g'ri. People living in poor countries, many countries, breathe the unhealthiest air.
poorer countryda yashaydiganlar eng yomon ob-havodan, eng nosog'lom ob-havodan nafas oladi. Millions of what? Odamlarda millions of people, mana people die in these countries. Millions of people. Ko'ryapsizmi? O'z-o'zidan chiqib kelaveradi. Faqat grammatikasiga e'tibor bering va anosiga e'tibor bering. Millions of countries demaysiz-ku. Xo'p, ketaveradi. Men bilan o'qish kerak ham, to'g'ri, chunki so'z chiqib qolish mumkin-da. Pollution related disease. After surviving a pandemic, it's unacceptable to still have 7 million preventable deaths due to air pollution. The World Health Organization stressed the need to move away from fossil fuels. Mana shu gap ham yaxshi gap ekan. Writing, speakinglar uchun ham bor-ku, lug'at olishga odatlaningda. Listening, reading qilayotgan payt faqatgina listening, reading emas, bir o'q bilan ikkita quyonni urib ketish kerak. Mana shunaqa narsalar olsangiz, writinglarga sizga idea, lug'atlar bo'ladi. Fossil fuel degani, mana gaz, benzin, neft, mana shular ishlatamiz-ku, atrof-muhitga vaqtim zarar qaradigan gazlar. Mana shular fossil fuellar deyapmiz. Mana shu stress degani urg'u bergan, nimaga? Ehtiyojga urg'u bergan, nimaga bo'lgan ehtiyoj? Mana shu fossil fuellardan move away, ketishga bo'lgan ehtiyojni urg'u berib ketgan. It asked governments to do more to cut air what? Tepada pollution keldimi? Air pollution da o'zlari. Birdan kelyapti. Air pollution, havoni pollutionini cut qilish uchun, kamaytirish, qisqartirish uchun degandek. O'zi mana collocate bo'lib, ma'nosidan chiqib kelyapti. Pollution. Ko'ryapsiz, reading part 1 mana shunday oddiy bo'ladi. Lekin salgina e'tiborsiz qoldirsangiz, bir nimalar yozib qo'yishingiz mumkin-da. Umumiy o'qib, tarjima qilib yursangiz, nasib bo'lsa part 1 dan maksimum olasiz. Part 1 da xato qilish crime deydi-ku. Ketdi. The world to quickly change to cleaner and healthier energy. It added that high gas prices, energy security, and air pollution and climate change. Lug'atlar qarang, zo'r nimalar bor ekan lug'atlar. Writing, speakinglar, gas pricelar, energy security, air pollution, climate change. Nima bular? Bizning bugungi dunyomiz face qilayotgan muammolar bular. Writinglarda yozsa bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Birinchi o'rinda air pollutionlarni tackle qilish uchun biz fossil fuellarga qilmasligimiz kerak deysiz-da. Nima qilmasligimiz kerak deysiz? Rely on qilmasligimiz kerak deysiz. Nimaga desa gas price, like energy security, air pollution, muammolar aytib ketaverasiz. Mean the world must use fuels less deyap. Qanaqa fuellarni kamroq ishlatish kerak edi? Fossil fuellarni dedim-ku. Fossil fuellarga nima misollar berdim? Gaz va natural gazlar bor ishlatiladi. Gazlar, oil, benzin, oil degan o'zi neft degan. Neftga benzin, saralka hammasi kirib ketadi. Ko'ryapsiz? Fossil fuels. The World Health Organization report has many recommendations for change. One of these is the use of clean what? Clean toza energy bo'lish mumkin, to'g'rimi? Clean energy. O'zi kelaveradi. Agar siz bor reading o'qib ketaverasiz-ku, shu narsani his qilish degan narsa shakllanadi. Masalan, men listening qilayotganda bolalarga aytaman, yo reading qilayotganda, mashina javob bo'lsa kerak, yo bunda deyman, to'g'ri chiqib ketadi. Nimaga? Chunki his qilasiz. Mana bu so'zdan keyin mana bu so'z keladi degan narsani his qilishni boshlaysiz. Qachon his qilishni boshlaysiz? Ko'p bir nimalar o'qib yurib, inglizcha narsalar ko'rib yurib, mana shunaqa qilganingizdan keyin his qilishni boshlaysiz. Mana bu yerda clean energy deb qo'ydim-ku men. Tepada mana shunaqa narsaga qarab o'tirishimga ham hojat yo'q o'zi. Clean energydan boshqa clean what bo'lish mumkin. Clean air da ishlatmaydi-ku, to'g'rimi? Use of clean air. To'g'ri kelmaydi mana. Tamom. 6 tasiga ham topdik. Javobni qayerlardan olganimizni ham ko'rsatib ketdim. Birinchisi done. That's it. 6 out of 6 bo'lish kerak bu. Buni javoblari orqada bormi? Xo'sh. Orqada bor. Salgina bunday qilamiz. Demak, air, countries, people, pollution, fossil, energy. 100%. Umuman xato qilmaysiz. Part 1 ga baribir bor-ku, mensimay qaramaslik kerak lekin, chunki balni bir xil beradi. Bu part 1 ku yoraveraman, bunday demaslik kerak-da. Language ham olib ketish kerak. Bo'ldi, tamom. Ikkinchisiga o'tib ketaveramiz mana shunday. Nasib bo'lsa, seferchilar bo'lsa, zo'r qilib readingdan yaxshi balo olishinglar kerak. Qolganlardan xato qilsanglar ham nima bo'lsa, qolganlardan ham qilmanglar-ku, bundan xato qilmanglar. IELTSchilarga ham bu yaxshi. Nimaga desa, so'zda language, full of language resource o'qish kerak. Men nimaga o'qiyman? Ham sizlarga yordam beraman, ham o'zim o'qiyman. Okay. IELTS readingda oltita bu piece of cake-ku ham juda oson, lekin shunday ham o'qish kerak.
Demak, mana bu ham one word shunaqa bo'ladi. Tabiat haqida ekan, mana tabiat boshlayapti. Nature still has many secrets. Okay, we uncovered one of them last week. Something lover. Nimanidir sevuvchi odam. Tepadan olishimiz kerak-ku. Nature sevuvchi odam bo'ladi-da. To'g'rimi? Nature lover. Nature lover. Masalan, secrets lover bo'lmaydi, to'g'rimi? Secretlarni sevuvchi odam. Balkim secrets lover bo'lishi ham mumkin, lekin bunday olib qarasak mantiqda mana bu narsalarni new species topdi degan odam kim topadi? Nature sevgan odam topadi. It is lower found as new species of orchid in Japan. Yaponiyada yangi orchid endi bu orchidmi, orchidmi endi bu, ha, to'g'rimi? Bilmayman. It is unusual to find bir nima plants in Japan. Nima plants bo'lishi mumkin? Species demaysiz, tur degani. Orchid plants demaysiz, to'g'rimi? Orchid o'simliklarni demaysiz. Japonda general gap bu. New bo'ladi-da, to'g'rimi? Yangi plantlarni topish nooddiy hol deb qo'yamiz mana. New. Scientists studied the new orchid. They believe it grows all over Japan. It's pink and white. Its thin petals look like they are made from glass. Mana bu yergacha bilmagan so'zinglar pashta yo'q menimcha, lekin petalda aytib ketaman. Petal degani mana gul bor-ku, gulni bargi degani. Gulni mana bu yashil bargi emas. Masalan, atirgul bo'lsa, atirgulni qizil joyi bor-ku, boyagi bolachalar olib, boraman, bormayman. Sevadi, sevmaydi deydi-ku, o'shanaqasi petal deyiladi. Boyagi mama qaymoq, ramashkalar shunday qiladi-ku, o'sha petal deyiladi. Look like they are made from glass. Xuddi anu glassdan qilingandek deyapti. O'shanga o'xshaydi deyapti, shishadan. A professor said, the discovery of new species in common places means it's necessary to keep exploring. Even in everyday, hattoki har kunlik nimada. Xo'sh, har kunlik nimada bo'lishi mumkin? It's pink and its petals look like they're made of. A professor. The discovery of new species. Everyday species bo'lmaydi, everyday discovery bo'lmaydi. Hattoki in common. Mana synonym bo'lib ketdi. Nimada? Mana common places, everyday places. In common places means it's necessary to keep exploring. Even in everyday places. Hattoki kundalik joylarda ham. Masalan, oddiy joylarda, kundalik joylarda yangi species bo'lmaydi-ku deb o'ylamangda, qidiravering demoqchida. There are 28,000 orchid yoki orchidmi bilmayman. Orchid bir nima worldwide. 28,000 orchidni bir nimasi bor dunyo bo'yicha. 28,000 orchidni nimasi bo'lishi mumkin? Turi bo'ladi, to'g'rimi? Orchid species. Boshqa nimasi bo'ladi? Orchid gullari demaysiz-ku. 28,000 ta turi bo'ladi. The new orchid belongs to a class that's common in Japan. Mana orchid deb aytman, orchid bo'lishi ham mumkin. Men bir pronunciation'iga qaraganman. Pronunciationim 9 emas, 8. O'shancha qaraganman. The new orchid belongs to a class that's common in Japan. The something is in a Japanese poem from the year 759. The new orchid belongs to a class, to'g'rimi? That's common in Japan. Japanda common bo'lgan klassga tegishli deyapti. The class is in a Japanese poem. Bundan boshqa so'z kelmayapti, to'g'rimi? The class, 100%. The class is in a Japanese poem from the year 759. The professor was thrilled to have identified a new species. To be thrilled to do something degan juda ham bir zavq-shavqqa to'lib ketish degan. Speakingda ishlatsangiz ekzamenda jinni bo'lib qoladi. Voy deydi. To'g'ri talaffuz qilsangiz undan ham mana bo'ladi. Thrilled deb talaffuz qilinadi. Thrilled yoki zrilled deyilmaydi. Thrilled. Idiga ham urg'u bermang. I was thrilled deysiz. He was excited. Degani he was thrilled degani. Because it wasn't found in rainforest or jungle. The discovery of the new something is good news. Nima? Yangi nima bu? Yangi species tepada ishlatdik. Orchid endi bu. To'g'rimi? This discovery of the new orchid. Biz katta bilan yozib ketishim kerak. Mayli. Is good news.
However, many orchids are in danger. We need to protect nature. If we lose more orchids, the world will be less colorful. That's it. That's probably it. Ko'ryapsiz, mana shuni ishlab tashaveramiz. Umuman manasi yo'q. Shuni javobiga qarab ketamiz, qarang. Nature, new, places, species deb o'qisa ham bo'ladi. TED animationlarni ko'rsanglar, species deb ham o'qiydi. Class, orchid yoki orchid deb o'qigim kelyapti men. Voy. Javob ochvordimmi? Xo'sh, nechta o'zi bor bunda? Nature, okay, to'g'ri. New, places, species desam bo'ladi. Class, orchid. Yup, 6 out of 6. 100% correct. Nice. Bajarib ketaverasiz, tanishni ko'ryapsizmi? Ketdi, davom etamiz. Umuman anonsi yo'q. Nima deydi? There is no stopping. There is no stopping. Xato qilmang, nima bo'lsa ham. Examda bor-ku, juda bir qulay tushdi vaqtim. Ko'rsataman hozir o'zimizga tushganini, men yakshanba kun kirdim dedim. Ko'rsataman. Want to sleep under the sea? The company Planned Ocean has plans for an exciting underwater hotel which they hope to build in locations all over the world. Something won't be large. Nima katta bo'lmaydi? Mehmonxona katta bo'lmaydi, nima bo'lmaydi? Ko'rib o'tiribsiz-ku. Katta bilan edi. Hotel. Mehmonxona katta bo'lmaydi. Nimani aytasiz? Okean katta bo'lmaydi demaysiz-ku. Underwater hotel. Bitta so'z yozishimiz kerak. Location katta bo'lmaydi demaysiz-ku. With only 12 guest rooms. 12 ta room qayda bo'ladi? Hotelda bo'ladi. Guests will get to the hotel in a lift, so no diving or getting wet. Zo'r hotel ekan. Suvda tagida hotel bo'lar ekanda. Kalla tashab yoki bo'lsam nam bo'lib kirmas ekansizda, shuni liftdan tushirgansiz. 12 ta guest room bo'lar ekan. Cho'kib ketsa ham hech kim topa olmaydi lekin ular. The hotel will float 10 meters under the deep what? Chuqur. Nima? Ocean-da? Ocean bo'lmay nima bo'ladi? Also, it will be attached to the seabed to prevent it from moving too far depth. Seabed degani dengizda osti degani. Because it won't be very nima under the water. Nima bo'lmaydi? Xo'sh, tepada bormi? Tepada bormi? Underwater, large. It would, yeah. No way. Xo'sh, qani. U unchalik ham nimadir bo'lmaydi suv tagida deyapti. The sun will shine down in twilight. Yorug' bo'lmaydi degan narsa bormi? The hotel will float 10 meters above the deep ocean. The water prevent because it won't be very under the water. The sun will shine down in bright light. Qaranglar mana. Mana bu tarafini ham muhit bilib olsa bo'ladi-da. Quyosh deyapti, ana shine down pastga nurlarni taratib yetib turadi, lightdan o'qilib deyapti. Qachon? U chuqur bo'lmaganda-da, because it won't be very deep under the water. Juda ham chuqurda bo'lmaganligi sababli quyoshda nurlari yetib turadi degan ma'noda kelyapti. Ma'nosiga ham e'tibor bering, qiynalib qolsangiz savollarga. Savollarga qiynalsangiz ma'nosiga e'tibor bering. All right? Let's go. Something will get great close-up views of the fish and other creatures there, which won't be bothered by the hotel, and so won't make any effort to avoid it. Mana bu gapni oxirigacha o'qiyapman, siz ham mana shu oxirigacha o'qib ketavering. Kimlar close-up viewlarni oladi? Odam bo'lish kerak-da bunga, to'g'rimi? Katta ehtimol bilan. Chunki will get great close-up views deb manzaralarni oladi, fishlarni, other creaturelarni. Odam topishimiz kerak-da. Mana guests degan narsa bor. Yana odam bormi boshqacha? Xo'sh, locations, guest rooms bor. Attached seabed. Yo'q, boshqa odam yo'q. Bitta odam mana shu guests bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Ma'nosiga ham qarasa ham chiqib kelaveradi. Guests will get great close-up views deyapti. Odam kerakligi uchun guests topib keldik mana. Xo'p, 5 kami. The hotel won't be cheap to build and it won't be something to stay in. Yana cheap ishlatamiz.
Bitta gap bu ichidagi. The hotel won't be cheap. Qurish arzon bo'lmaydi. Qolish ham arzon bo'lmaydi deganday. Repetition qilaverar ekanda bu, else writing bo'lganda o'l deydi. Mana, hotel qurishga ham arzon bo'lmaydi va unda qolish ham arzon bo'lmaydi degan ma'noda keldi. Ma'nosi boshqani yaxshi tushmaydi boshqasi. But the designers are especially proud of the fact that it will be environmentally friendly. Lug'atlarni ko'ryapsizlarmi? Lug'atlarni. It will use electricity, of course, but it will produce its own and won't disturb ocean life at all. In fact, they hope some sea creatures there. Kim odam bo'lish kerak? Hope deyapti chunki umid qiladiki, ba'zi bir creaturelar will be their homes on parts of the building, which will bring real benefits to the underworld water. Deyapti. Kimlar? Qaraman bu tepada bordik, dizaynerlarmi deyman, ha? Chunki boshqa odam yo'q-ku. Boshqa odam umuman yo'q-ku. Designers deysiz. Salgina e'tiborsizlik qilsangiz, part 1 dan xato qilib qo'yasiz. O'shaning uchun siz C1 ga yoki bir yaxshi ballga plan qildingizmi, readingdan, listeningdan xato qilmang, please. Chunki men ko'p o'quvchilar ko'raman, ustoz deydi, menga 1 ball yetmagan, 2 ball yetmagan, 3 ball yetmagan deydi. O'shanaqa yetmay qolsin nimaga? 75 ga yetmay qolsin maksimum. Mana shu yetmay qolmasligi uchun listening reading maksimum olish kerak. 33 ta topib qo'yish iloj bor-da. Nasib bo'lsa. Endi to'g'ri bir ular darajasi past bo'lsa, salgina B2 kerak bo'layotgan bo'lsa, mayli, ularga mumkin. Lekin shunda ham listening readingni part 1 ni xatosiz qiling, please. Demak, qanday xatosiz qilaman bilmasam siz, mana shu so'zlarni o'rganib chiqing. Mana shu videolarni ko'ring. Har bitta so'zini bilmasangiz yozib oling. Men 3 ta, 4 ta daftarlarim to'lib ketardi. Hozir daftarga yozmay qo'yganman. O'shaning uchun az 9 olamyapman. Vokabni kuchaytirishim kerak. Demak, to'rga tekshirib olaylik buni. Hotel, ocean, deep, guests, cheap, designers degan javoblar oldik. Shuni qarab ko'ramiz. Nechinchisi? 3-chisimi test? Hotel, ocean, deep, guests, cheap, designers degan javoblar bo'ldi. Mayli. Bo'pti. Degan javoblar bo'ldi. To'g'ri hammasi. To'g'ri bo'lmasa ham bo'lmaydi deb qo'yilib. Mana kichkinalik qaranglar. Mana shu tushdida menga aytgancha. Anoda, yakshanba kuni polimerlar haqida. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu hozir mana shu hozirgacha ishlab keldik-ku. O'shalarda eng osoni mana shu. Shu yakshanba kuni mana shu tushdi menga. Umuman boshqacha bir o'zgarish, yonimlar yoki bir nimadir boshqacha degan narsa yo'q. Bir xil, hamma joyi bir xil edi. Mana shuni ishladim imtihonda. Real exam. Nechinchi sana? O'tgan yakshanba 20-oktyabr 2024-yilida adashmasam. Ketdi yana bir ishlay, imtihonda ham ishlayotdim. Polymers are tekshirib olaman shu bahona. Polymers are an important part of our world. Mana grammatikasi xato ketgan. Bunday bo'lmaymi? Shularni ham xatosini topib qo'yaman, qarang. They make up products. Ular tashkil qiladi degan. Make up tashkil qilmoq degan ma'noda ham keladi. Make up nima desa, boyagi pardozandoz-ku deydi ko'pchilik. Qo'ysang-chi deyman. Make up tashkil qilmoq degan ma'nosi bor. Pardozandoz degan ma'nosida chiziqcha bilan keladi, ot bo'lib kelsa. Keyin o'ylab topmoq degan ma'noda ham bor. Bahona o'ylab topmoq, bir nimalar o'ylab topmoq. Products such as our food, our clothes, and even us money, even our money bo'lsa kerak. Bir nima are large molecules. Nimalar? Katta molekulalar. Shu polimerlarda products demaysiz-ku, to'g'rimi? Products katta molekula emas-ku. Polymer so'zini ham to'g'ri yozing yana. Mana o'zidan ko'ra polymers are large molecules that are long chains of repeating units. Shunday bir-birini aniq qiladigan, qaytaradigan unitlardan, kichkina mana zarrachalardan paydo bo'lgan uzun zanjir deyapti, molekulalar deyapti. Molekulalar zanjiri deganda. Polymers can be synthetic bo'lishi mumkin, which means humans made them. One of the most common bir nima polymers are plastic. Qanaqa polimerlar haqida gap ketdi? Synthetic polimerlar haqida gap ketdi, to'g'rimi? Uni ham to'g'ri yozish kerak mana. Synthetic. Ana, to'g'ri yozdimmi?
Ana shunaqa narsalar double check, triple check, quadruple check tashlash kerak. Polymers are plastic. Plastic degan polymer juda ham common deyapti. Something is so common. Plasticda plastic is so common. Plastic shunchalik commonki because it's strong and it can be made all kinds of useful what? Foydali bir nimalar. Car part nima? Foydali nima bu? Milk containerlar nima bular? Foydali produktlarda bular. Tepada birinchi keldi-ku. Products. To'g'rimi? And nima edi? Polymers are such an important part. Ko'ryapsizmi? Bu yerda to'g'ri ishladi. Part of the way we make things now and will in the future. That means how we design them is also nima? Shuningdek degan payti o'zi keladi sizga bilaman nima. Important bularni qanday qilib dizaynlashtirish ham shuningdek muhim. Mana bu yerda keldi. As we throw things away, we need to be aware that they might not damage the environment, or when they do, they might negatively impact our what? Environmentda impact ta'sir qilish. Nimaga ta'sir qilish? Environmentga ta'sir qilish, boshqa narsaga ta'sir qilmaydi-ku. Environment. Shunda ham ehtiyot bo'lish kerak. That's why making polymers is so important. Important degan 3-marta, 4, 5, 6 marta ham keldi. Important. Va shu ko'p kelyapti. Ko'ryapsizmi, bu part 1da so'zlar takrorlanishidan xavotir olmaslik kerak ekan, shunda ham ehtiyot bo'laverasiz. Imtihonda ham xuddi shunday javoblarni olganman. Polymers, synthetic, plastic products, important, environment. Polymers, synthetic, plastic products, important, environment. 9 olamanmi deyman. Sifrda ham 9 bo'lganda. Sifrda menimcha shu maksimum ball chiqsa kerak-ku readingdan. Lekin boyagi mana shuni gapirishim kerak men sizlarga. Answer sheetga ko'chirish eng muhim ekan. 2-3 ta bo'yab tashladim men. 2-3 ta bo'yab boyagi detaildagiga o'xshab boyagi tetik varag'ini o'qib bo'yaydik-ku. Ana shunaqa bo'lgani uchun. Bo'yab boyagi 12 talik joyga 13 talik so'z yozib qo'ymoqchi bo'lib, uni ham bo'yab dalaqatib, mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun bo'yashda ozroq mashq qilib boring. Menda shu uchun ham bitta ikkita xato ketib qolgan bo'lishi mumkin. Bo'yashda bilmadim, balkim shu xatolar bilan ham balki maksimum chiqib ketish mumkin listening reading. Lekin listeningda ham, readingda ham bo'yab tashladim. Yomon bo'ldi. Shu uchun sizni ogohlantiryapman. Javoblarni ko'chirish is the most important part. Even if you got 35 out of 35, you might not be able to get the maximum result if you don't if you don't transfer your answers to the answer sheet well. Okay? That's the most important part. So, shu uchun ham answer sheetga to'g'ri ko'chiringlar. Alright, 4-sini ham yorib tashladik. Bilmayman, bu part 1da bizga qiyinroq reading berish kerak deb o'ylayapmiz. Boya aytganimdek, part 1 bo'lgan bilan ham do not underestimate it. Try to approach this attentively, okay? As attentively as you possibly can. The text number 5. Sleeping temperature. Nice again. Nice topic. The key for older people to sleep well at night could be how hot or cold their room is. Odamlarni yaxshi uxlash uchun, older people'dan yaxshi uxlash uchun kechqurun xonasini deyapti qanchalik issiq yoki qanchalik sovuqligi key ana bo'lishi mumkin. Asosiy faktor bo'lishi mumkin. Researchlar aytadiki, the best way to get a good night's sleep is make sure the bedroom is between 20-25 Celsius. 20-25 gradusda bo'lishi kerak edi. Biz qishki kunida -2 gradus, 3 gradus bo'lib ketib qoladi. Ayniqsa qishloq joylarda. Undan keyin odam 30 qavat kiyim kiyibdi, 30 qavat ko'rpaga kirib ketadi. Ha, mayli. The bir nima are from, qarang ko'ryapsizmi? Mana are turibdi. Undan oldin nima qo'yillaysiz? Ko'plik qo'llaysiz-da. Are from Harvard University and Hindami nima bu? In Arthur Marcus Institute for Aging Research in the USA. Xo'sh, nima deyapti? Kimlar? Mana bular aytayapti-da. Researchers-da, to'g'rimi? Researchers mana. Researchers are. Tepada bir ko'plikdagi ot bormi? People demaysiz-ku. Could be. Xo'sh, researcherlar bitta ko'plikdagi so'z. Bo'ldi, boshqa ko'plikdagi so'z ham yo'q. Researchers.
Researchers are from Harvard University in the Hindi mashaq. They asked deyapti 50 ta odamlardan so'raydi-da, to'g'rimi? 50 ta odamlardan so'radi. Kim? Aged 65 and older. 65 va undan yuqori bo'lgan odamlardan so'radi. To wear a sleep monitor for a year and a half. Hey. Uyquni kuzatib turadigan apparat taqib olinglar. 1 yil, 1,5 yil mashq qilinglar deb so'rabdi men. 65 va undan baland bo'lganlardan. O'zi ular uxlanmasa, bu apparat taqib olib yana uxlanmayman endi ular. Qulay bo'lsa kerak-da. The researchers found that the quality of something worsened. Nimaga? Nima? Quality of sleep-da. Uyquni sifati yomonlashgan when the temperature was outside the 20-25 degree range. Mana range borki 20-25. Shundan yo tepada yo pastda bo'lsa uyquni qualitysi yomonlashgan ekan. They also observed that 20% Celsius was the best temperature. 20 chotki ekan. 20 qilib uxlaylar. The lead researcher said sleep tends to come easier and is often deeper and more restful in a cooler environment. Dahshat gaplar kelyapti, qaranglar. Writing, speaking desem bo'ladi. Sleep deyapti, osonroq keladi va ko'pincha deyapti chuqurroq va juda ham bir dam oladigan bir uyqu bo'ladi. Yaxshiroq bir cooler environment, ya'ni 20 gradus atrofida. Undan pasayib ketsa gap bo'lmaydi. The research is full of surprising information. It reported that bir nima could affect sleep as much as experiencing pain or drinking alcohol before bedtime. Nimani sleep ta'sir o'tkazishi mumkin? Tepada mana. Xo'sh. Environment ta'sir o'tkazishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysizlar? Yoki boshqa narsa? Bu tepada nima yoz? Environment emas. Environment yo'q. Reported drinking alcohol. Tepada aytdik-ku mana. Outside the 20, they also observed that was the best temperature. Temperatura haqida gap ketyapti-da, mana qaranglar. The research is full of surprising information. It reports that temperature could affect sleep as much as experiencing pain or drinking alcohol before bedtime. Chunki bu yerda urg'u nima haqida ketyapti? 20-25 gradusda zo'r bo'ladi deyapti. Keyin 20 zo'r, eng yaxshi anu best temperature deb ketyapti, to'g'rimi? Shuning uchun ham borki, ta'siri ko'p buni. Temperaturaning ta'siri xuddi odam deyapti, og'riq yoki bedtimedan oldin alkogol ichishga teng deyapti uni ta'siri. Temperature. Ana. Ko'rasiz qanchalik chiqib kelyapti javoblar. Agar shoshilib qo'ysangiz, sal e'tibor bermasangiz ma'nosiga part 1, the easiest part dan ham xato qilishingiz mumkin. Which you cannot afford to do because you cannot afford to lose marks in this easiest part. The researchers found a 5 to 10% drop in sleep. What? Sleep what? Uyquni nimasida tushish bo'ladi? Tepada aytdik-ku. When the temperature was lower than 20% or higher than 25. 20-25 bo'lmagandan keyin mana qaranglar. Mana the quality of sleep deyapti mana. Mana shundan bu ketsa yomonlashadi deyapti. O'shaning uchun ham percent drop bo'ladi nimada? Uyquni sifatida bo'ladi-da. Uyquni boshqa narsasi yo'q-ku. Uyqusida demaymiz-ku. When the temperature. They said poor sleep can lead to health issues. Hozir mana ham o'qish kerak. They said shuni IELTS reading o'rganib qo'yganman-da. O'qimay o'tib ketmoqchiman hozir. They said poor sleep shu uchun ham oxirgi marta 8.5 oldimmi readingdan. They said poor sleep can lead to health issues. These include inability to think clearly. Mood swings degan kayfiyatlar o'zgarib qolib, tez-tez depressiyaga tushib, stressga tushib qolasiz-ku. In higher levels of stress. Other problems include increased chance of getting diabetes and cardiovascular diseases. Udarda mana shu bor-ku, mana shu reading passage part 1. Uyqu haqida esga tushib qolsa, lug'atlarni ishlatsa bo'lar ekan. Qarang, qanaqa problemlarga sabab bo'lyapti. Ona ular nima edi? Clearly o'ylashdagi inability, qobiliyatsizlikka, mood swinglarga, tez-tez kayfiyatingiz o'zgarib turib, kayfiyatingizni yo'qotib qo'yishingizga, high levels of stressga sabab bo'ladi va boshqa muammolar, increased chance of getting diabetes deb. Mana shunaqa diabeteslarni olishga bo'lgan voyga
nima edi, ehtimoli ko'payib ketadi. Cardiovascular disease degan yurak qon tomir kasalliklari degan. Ko'ryapsizmi? Bir o'q bilan 5-6 ta qo'yanni urib tashlaysiz. Lug'atlarni ham olib ketsangiz. The researchers said people should create a more comfortable home bir nima to sleep well. Odamlar deyapti, yaratib olish kerak. Juda ham bir ko'p qulayroq bo'lgan uy sharoitini yaratib olish kerak, yaxshi uxlashga. Uy sharoiti deganda nima lot kelganman bu yerda. Uy home environment, uy sharoiti, uy environment degan so'z kelyapti, boshqa tushmaydi ham. They also highlighted the potential impact of climate change on sleep quality in older adults. Ko'ryapsizlarmi, climate change hattoki odamlarga ham, mana shu uxlashiga ham ta'sir qilyapti ekan. O'zi odamlarga ko'p ta'sir qiladi-ku, uxlashiga ham ta'sir qilyapti ekan. Researchers, people, sleep, temperature, quality, environment degan javoblar oldik. Keyin yana bitta narsani hozir aytib ketaman. Tekshirlaydi. Researchers, people, sleep, temperature, quality, environment. To'g'ri. 100%. Bir narsani aytib ketmoqchi edim sizlarga. Mana bu qilasizku, otlarni yozasiz-ku. Bir xil payti mana bu ko'plik birligiga e'tibor bermaydi ko'pchilik. Ko'plik birligiga e'tibor bermaydi. Mana bunaqa hour bo'lgandan keyin oson, to'g'ri, s qo'yish. Bir xil payti ana shu hourni ko'rmay qolasizda, bundan keyin kelgan bo'lishi mumkin. Ana shu payti ko'plik birlikka e'tibor bering. Ko'plik otmi ko'plik bo'lsin, birlik otmi birlik bo'lsin. Chunki ko'plik otni grammatikasi qanaqa? Ko'plik ot general narsalarda aytayotganda ishlatiladi. Masalan, men hayvonlarni yaxshi ko'raman, yovvoyi hayvonlarni. Siz I like wild animals bilan. I like wild animal demaysiz-ku. O'shaning uchun e'tibor berish kerak. Birlik bo'layotganda something specific bo'ladi. Oldidan an artikel keladi. Masalan, there is a car deysiz-ku. Qanaqa car desa, любой bitta car turibdi-da deysiz. Shuning uchun ham otlarni birlik ko'pligiga ham e'tibor bering. Read etganingizda bu nafaqat part 1 ga, balki boshqa partlarga ham, note completionly partlarga ham, listeningga ham kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam speakingda gapirayotganingizda ham, writingda yozayotganingizda ham otlarni birlik yoki ko'pligiga e'tibor berib ketishingiz kerak. Tushunyapsizlarmi deydi-ku. Xo'sh. Yaxshi ketyapmiz. Qaysi kitobdan yechyapsiz deb yozibdi anaqaga nima? Kommentga. Mana tashab qo'ydim-ku kanalga. Shu tepada turgan. Shu kitobdan yechyapman. Xo'p. Demak, nima deyapdim? Buni ham cho'chqa qilib yechib tashlashgan 5 ta ham. Endi mana 6 ni ham yechib tashlasak bo'ladi. Mana shunaqa qilib yechib praktik qilib o'rganaverasiz-da, ko'ryapsizmi? Mana shunaqa qilib o'rganaverasiz. Ya'ni men o'zim inmasdan yechib chiqyapman. Part 1 hech qachon muammo bo'lmaydi nasib bo'lsa menda, seferga kirsam mabodo. Lekin shunda ham yechib ko'rayapman. Sizga ham foydasi tegadi chunki. Qolganlarini ham masalan yechayotgan bo'lsangiz, bular imtihonlarda tushib yurgan va tushadigan boya aytganimdek, menga tushib qolsaydi degan narsani o'ylab o'tirmang, readingingizni kuchaytirib ketavering. Любой tushganini yechadigan bo'lganingiz yaxshi undan ko'ra. Kutganingizdan ko'ra. Keling, mana shu nimani ham oltini ishlaylikmi? Oltini ishlaylik qani. Oldimizdan chiqqan so'zlarni olib keting siz har doim. Har doim reading qilayotganda oldingizdan chiqqan so'zlarni olib keting, chunki kontekstdan o'rgansangiz esingizdan chiqmaydi. Men oldindan hozir bilmagan so'zim chiqqan yo'q, o'shaning uchun olganim yo'q. Bo'lmasa olib ketadi. Ketdi, davom etamiz. Plant lovers haqida ekan. Lover, v deb o'qiladi, v deb o'qimaylar, lover deb o'qimaylar. Pronunciation ham e'tibor beramizda. Plant lovers believe that talking to plants helps them grow. Plant loverlar shunday deb hisoblar ekan. O'zi qiziq readinglar ham chiqib qoladi, qarang. Gul onalarga, plantlarga, o'simliklar bilan gaplashish ularni o'sishiga yordam berar ekan. Meni kaktuscha ham bor menida, bir gaplashsam ekan. Eshitib o'tiribdi-ku, to'g'rimi? O'sib ketmas yani. Scientists have discovered there could be a grain of truth in this belief. Grain of truth degani qanchadir jihatdan degani to'g'ri bor degani.
Grain of salt deb keladi o'zi ko'pincha. Grain degani bir parcha, bo'lak degan ma'noda keladi. Haqiqat bor deyapti-da ba'zi bir scientistlar discover qilyapti. Researchers have discovered that something emits sounds when they are stressed deyapti. Nimadirlar emit degani, mana yozib qo'ying bilmasangiz, chiqarmoq degani. Emit. Masalan, buni ot shakli emission-ku, to'g'rimi bilasizlarmi? Gas emissions deydi-ku. To'g'rimi? Ya'ni bu zararli gazlar, harmful gas emissions deydi-ku. Uni ot shakli emission. Emit degani chiqarmoq degani. Nimadir soundlarni chiqaradi, ular stressga tushib qolsa. Nima chiqaradi? Odam chiqarmaydi-ku. Animals chiqaradi, odam chiqaradi, to'g'ri, u aniq narsa-ku. Animals deyapti. Kallayim ketyapti-da. Plants. Kuni bilan dars o'tib, keyin yana dars o'tishda ahvol shunday bo'ladi. Plants bo'ldi. The noises are akin to a human or scream deyapti. Mana shu noiselar bor-ku, odamlar deyapti, cryga, yig'isiga yoki bo'lmasa baqirishiga o'xshab ketadi deyapti. Tushunyapsizmi? Mana bu akin degan o'xshash degan bo'lishi kerak. Men oldin ham ko'rganman. Let's see. Shunday ham. Let's not be lazy deydi-ku. Scientists believe that something are specific enough for us to be able to interpret them and attend to their needs deyapti. Akin degani boya aytganim mana o'xshash degani. Demak, davom etamiz. Qarang. Scientistlar ishonishadiki, scientistlar shunday deb hisoblashadiki, bir nimalar shunchalik spesifikki, aniqki, biz uchun deyapti tushunishga va ularni deyapti needlariga, ya'ni ehtiyojlariga aniqlashimizga, javob qaytarishimizga. Nimalar shunchalik spesifik? Ularni chiqarayotgan noise, plants deb qo'ymang, masalan, soundlar, tovushlari bor-ku. Mana bu soundlar shunchalik spesifikki, shuni bilib olamiz biz. Unfortunately, plant sounds are at too high a frequency for the human ear to pick up. Juda ham frekuensiyasi, o'zi ovozning frekuensiyasi bo'ladi, bilasizmi? Gerstami bilmayman, bir nimada o'lchanadi. O'sha ovozni deyapti, frekuensiyasi juda ham baland, shuning uchun biz eshita olmaymiz. Itlar eshita olsa kerak, chunki itlarda ovoz eshitish dahshat bo'ladi. Humans can only hear frequencies of up to mana kilohertz. Ko'ryapsiz, 16 kilohertzgacha eshita oladi. The something used special AI algorithms to detect ultrasonic sounds emitted by plants that were up to 250. Nimalar ishlatgan? Special AI algoritmlar, artificial intelligence, sun'iy intellekt algoritmlarini nima ishlatadi? Plantlar ishlatmaydi-ku, to'g'rimi? Odamlar ishlatmasi kerak, to'g'rimi? Olimlar ishlatadi-da uni. Biz odammiz, masalan, men odamman ishlatyapman shu AI algoritmni. Scientists ishlatadi-da. Siz bilan xuddi men diskas qilgandek bo'lyapman-da. Xuddi siz noto'g'ri javob qo'ydingiz-da, men to'g'rini tushuntirgandek bo'lyapman. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. AI also differentiated between different types of plant sounds. The research was conducted in an acoustic chamber in an adapted greenhouse. Okay. Scientists discovered that vibrations from something tobacco in tomato plants turned into sound waves. These bitta tanish olasiz-ku, yana qayta o'qiysiz keyin. Chunki javobni bilmayapti. The research was conducted in an acoustic chamber. Chamber degan mana shu xona degan, acoustic in an adapted greenhouse. Mana shu moslashtirilgan bitta greenhouse parnikda, Izraelda, mana shunaqa universitetida. Scientists discovered that vibrations from what? From tobacco in tomato plants. Qarang, bu bor-ku. Ot kelyapti-ku, to'g'rimi? Shuning uchun oldidan sifat yoki aniqlovchi qo'yishimiz kerak-da. Tamaki va paydor plantlari, o'simliklari deyapti, turned into sound waves deyapti. Tepadan olib kelishimiz kerak, qarang. Mana bu yerda yo'q bu. Sifat yo'q-ku bunga. Qarang, mana ular plantlarni tasvirlab berishga sifat yo'q. Salgina high level talab qiladigan readingcha ekan, anuvcha ekan, savolcha ekan, bitta ikkitasini bo'ladi. Stressed, mana shuni tushirsa bo'ladi.
could be green of ha mana qarang. Stress tushyapti bu yerga. Stress degani stressga tushib qolgan, hozir tushuntiraman sizga. Stressga tushib qolgan. Mana scientistlar discover qilganki, vibrations, vibratsiyalar stress tobacco in tomato plants deyapti. Tamaki va tomato plantlaridan kelgan stressga tushib qolgan plantlardan o'qigan nimalar, vibrationlar sound wave'larga aylangan. Ko'ryapsizmi? Mana bu qiyinroq bo'lgani bilan buni oldidan sifat kelishini bilsangiz, unda sifat izlaysizda tepaga chiqib ketasiz-da. Sifat kelmagi pashti. Qiyinroq lekin nisbatan mana shu. Normal. Lead researcher Professor Lilac had said plants usually bir nima sounds. Soundni nima qilish mumkin? Plantlar ishlab chiqaradi-da, to'g'rimi? Chiqaradi. Release degan narsa bo'lishi mumkin. Release degan so'zni ishlatgan yo'q. Boya chiqarmoq degan so'zdan nima keldi? Chiqarmoq degan so'z keldi, boya aytdim-ku sizga, emissions deb. Mana, emit sounds, ko'ryapsizmi? Soundlarni chiqaradi. O'zi mana plants emit sounds deb o'zi ham berib qo'yibdi. Plants usually emit chiqaradi sounds when they are under stress. Boya gapni yana aytyapti-ku, stressga tushgan payti when they are stressed. Shu gap-ku. Plants emit sounds when they are stressed. Shuni salgina paraphrasing edi. Plants usually emit sounds when they are under stress. They are stressed deganga synonym. Each plant in each type of stress is associated. Mana shunga bog'liq deb ko'rsatiladi. Associated with degan lug'atni bilib oling, zo'r. Writingda ishlatsa bo'ladi. Specific identifiable sound. She suggested that fields of crops could be quite noisy, saying, mana bu croplar bor-ku, o'simliklarning fieldi, dalasi deyapti, anchagina noisy bo'lishi mumkin deyapti. Tasavvur qiling, plantlar baqirib yotibdi, stressga tushib. While imperceptible to the human ear, odamni qulog'i eshitmaydi buni. The sounds emitted by plants deyapti. O'sha soundlar plantlar tomonidan emit qilingan, chiqarilgan soundlar can be heard by, for example, deganday ishlayapti. Qarang, bats, ularni bats eshitish mumkin-da. Kurshapaklar, mais eshitish mumkin, sichqonlar, insektlar eshitish mumkin. Tasavvur qiling, qo'rqib plantlardan qo'rqib yursa ular baqirganini. Interpreting these sounds could help us understand when something are dehydrated. Nimalar? Dehydrated degani suvsiz qolib ketgan degani. Plantlar suvsiz qolib ketsa kerak-da. Plantlar so'zini ishlatdik, to'g'rimi? Plant deb turib. Associated with the fields of crops desa ham bo'ladi. Crops degani boyagi o'simliklar bor-ku. Makka jo'xori, mashlar, nima deymiz bitta so'z bilan o'zbekchada? Hosilmi, hosillarmi, ekinlar. Ekinlar deylik. Ekinlar degani crops. Crops are dehydrated. Farmers could irrigate their crops. Mana. Yana gapdi-ku. O'zlarining croplarni irrigate qilish mumkin, chunki ular uni suvsiz qolib ketgan deyapti mana. Men qasddan topsa ham bo'lar ekan buni. More efficiently and thus conserve water. Zo'r, chotki. Nice degani shu bo'ladi. Voy. Nimaga kirib ketdim men? Mana bunday qilish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Biz bilan qolganlarga rahmat deydik shu paytgacha. Nice. Udar. Zo'r. Mana shunaqa qilib ishlab. It all comes down to your vocabulary. Sizning vocabulary'ingizga bog'liq. Vocabulary'ingiz yaxshi bo'lsa, bemalol deb ishlab ketaverasiz. Shuning uchun vocabni yaxshilab ketavering. Bir kuningiz qolgan bo'lsa ham vocab yodlashni unutmang. 7-si dinozavrlar haqida. Dinozavrlarni ko'ramiz. Chunki dinozavrlar bilan ko'p o'ynaganmiz biz. O'sha davrlarda. O'shaning uchun buni ham bajarib qo'yamiz. Dinosaur deb o'qiladi. Bu dinosaur sounds. Dinosaurs disappeared 65 million years ago. Tasavvur qilyapsizlarmi? 65 million yil oldin. So we don't really know what they sounded like. Biz bilmaymiz deyapti. Siz bilmaysizda, biz bilamiz. Of course, there are many movies with dinosaurs making all kinds of roars deyapti-da. Ama roar degani ra deyish bor-ku. Mana shu. Dinozavrlar qiladi-da, to'g'rimi? Dino faqat yozilishini to'g'ri yozishimiz kerak. Dinosaurs making. However, these noises are just guesses that movie directors make about how dinosaurs nima roar endi, to'g'rimi?
yo bo'lmasam roar tushmay qoladi, chunki roars bo'lib turibdi, dinosaurs ko'prik bilan birlikka ega kesilmas tushmay qoladi. Of course, there are many movies with making screams. However, these noises are just guesses that movie directors may make about how dinosaurs bir nima. Ularni ovoz qanaqa bo'lganligi. Dinosaurs disappeared 65 million years ago, so we don't really know what they sounded like. Sounded bo'ladi Yusuf. Qanday qilib how dinosaurs sounded. Qanday qilib ovozi shunaqa chiqqan degan ma'no. Va mana buni tekshirib oldikmi biz o'zi? Plants, sounds, scientists stress emit crops. Bitta tekshirib olaylik. Plants, sounds, scientists stress emit crops. To'ppa-to'g'ri. Buni ham hozir tugab tashlaymiz. Scientists examined a rare fossil. Fossil degan tosh qotgan narsa. It was from a spiky armored dinosaur called an ankylosaur. Qarang, spiky degan tirnoq nima edi? Tikanli, armored, sovutli dinosaur, ankylosaur deb atalgan. The fossil is around 78 million years old. Ma'lumdan ham mana ekan. It includes a record of the ankylosaur's voice box. Really? It's the world's oldest bir nima of a voice box. Nima? Eng qari nima? Eng qari nima bo'lishi mumkin? Eng qari tosh qotgan suyak bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? Tosh qotgan suyakni nima dedik? Fossil of a voice box. Scientists believe that the shape of the creature's voice, ya'ni scientistlar believe qiladiki, o'sha creaturening voice box-imi shakli voice box edi, boshqa narsa kelmak. Voice box, a voice box. Voice box means it probably made bird-like sounds. The research was led by Professor Junki Yoshida. Japan bo'lganmi deyman, brat. A dinosaur researcher at the Fukushima Museum in Japan. Ko'rdinglarmi? Voy. Dr. Yoshida did many tests on the shape of fossilized voice box. He compared it with the voice box of dozens of birds, crocodiles, lizards, and turtles. Bilasizlar, crocodile, lizard, turtle animal. They now have a good something of what the muscles around their voice box look like. Good nimasi bor ularni hozir bir. Good isboti bormi, dalili bormi, tepada bir nima shunga o'xshash so'z bormi? Testlar qildi. Xo'sh. Yaxshi bir mana shunaqa men hozir aytdim tarjimalar, shunga o'xshash so'z bo'lishi kerak. Balkim. Ular hozir have a good something of. Yaxshi bir nimasidir bor. Yoshida did many tests on box. He compared with the crocodiles. Yeah. Merdan chiqmayapti, deyman. Odamlarda deyapti, yaxshiroq nimasidir bor. Oldest fossil record million years old. Around armored, gives better idea of the kinds of exactly. Qarang mana. Give scientists a better idea. Yaxshi bir tushuncha of something. Ko'ryapsizmi? Odamlar hozir uni yaxshi tushunadi. They now have a good idea. Yaxshi tushunchasi bor of what the muscles around the voice box look like. Tepadan chiqib keldi, qarang. Ehtiyot bo'ling o'shaning uchun. Ma'mirlardan izlamay tepaga ham chiqib kelavering. Imtihonda muammo bo'lmasa kerak-ku, bilmayman men ham. The something controls the windpipe and sounds of the box. Nima boshqaradi uni? Windpipe, soundlarni nima boshqaradi? Dinozavrni jag'idagini. Muscle'lar boshqaradi-da. Muskullari boshqaradi. Musculus deydi-ku. Muscles. Yoshida's research oltinchisini topibdi. May mean movies like Jurassic Park got it wrong. Millions of years ago, the Tyrannosaurus Rex probably made more of a tweeting sound like a bird. Qushga o'xshaban o'qigan ekan bular. Chiq qilgan bo'lsa, katta dinozavr. Hollywood may have to change its scary roars and growls in the future dinosaur films to a tweet sound. Aytib. Gollywoodlar deyapti o'zini roar degan onularini, growllarini, o'kirishlarini tweet soundiga o'zgartirish mumkin deyapti.
Tweet degan mana chiqir chiq qilishda qushlarniki o'sha. Xo'p, dinosaurs, sound, fossil, box, idea, muscles. Let's see. O'zgina. Dinosaurs, sounded, fossil, box, idea, muscles. Yeah. 100%. Ko'ryapsizmi, shuni topib ketaveramiz. Bu examlarda tushib qolsa ham, tushmasa ham nasib bo'lsa topib ketasiz. Aytyapman, vocabulary'ingizni kuchaytirib ketavering. Mana qarang. O'qirasiz-ku, o'z-o'zidan his qilish shakllanadi. Shuning uchun ovoz chiqarib o'qish kerak, har xilcha. Ovoz chiqarib o'qiganda ham ancha reading fluency degan narsa bor. Reading fluency degani o'qishdagi ravonlik. O'qishdagi ravonligingiz bo'lsa, yaxshi o'qiysiz, yaxshi tushunasiz passagelar, zerikib qolmaysiz. Vaqtga ham ulgurasiz. O'shaning uchun bir nimalarni o'qib tarjima qilib o'qish kerak. Keyin qiziqqan topiklaringiz bo'lsa, o'zbekcha, ruscha, tojikcha, arabcha o'qimangda, inglizcha o'qing. Inglizcha ko'proq o'qib tursiz. Sefir, alif olganingizcha yaxshi o'qib ketadi. Xo'sh, keyingisini ham bajarib oramizmi? Nima bo'lsa bo'ldi, keyingisini ham bajarib oramiz. Xo'sh. Bed poverty on the rise in the UK. Bed poverty nima degani? Poverty degani qashshoqlik degani. Bed degani krevat, yotoq degani. On the rise degani oshib ketyapti degani UKda. Charity reported that more than 1 million children in the UK live in bed poverty. Charity report qildiki, 1 milliondan ko'p bolalar UKda bed poverty da yashaydi. This means that they have no bed of their own. Ular kravati yo'q deyapti. Meni kravatim bo'lsa ham yerda uxlayman-ku. Yer yaxshi-ku qayta. They sleep on the floor. Menga o'xshab. Keks bo'ladi-da beli. They share bir nima with parents or siblings. Qarang, share qilib bo'ladi. Nimani share qilib bo'ladi, bilasizmi? Share roomni share qilib bo'ladi. Share things. Hozir bu yerda bed share qiladi-da ular. Bu yerda bed share qiladi ular. Boshqa ketib qoldi. Mayli. Around 700,000 children share beds. Mana ko'ryapsizmi? Share bed. Bo'lgani uchun bed bo'lib tepadagidek. Va 240 mingta children sleep on the nimada uxlaydi? Hozirgina aytdik-ku, xuddi menga o'xshab uxlaygan deb. Aytdim-ku. Polda uxlaydi-da. Polda uxlaydi. Sal buyoqqa surib qo'yaman. Polda uxlaydi. The charity said bed poverty is because people are poor. The cost of living has increased in the UK. Cost of living la ishlatish kerak writinglarda. Rising food prices and higher energy bills there. Majlarda ham writingda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni oshib borayotgan ovqat narxlari, baland energy billari deyapti. Energy billariga gaz, svet emas kiradi. Men poorer bir nima cannot afford basic items deyapti. Oddiy itemlarga, umumiy kerakli bo'lgan itemlarga qurbi yetmaydi deyapti. Kimlarda qurbi yetmaydi? Kimlarda? Poorer. People are poorer mana. People are poorer. People'da qurbi yetmaydi-da. Nima? Writingda ham ishlatsa bo'ladigan vocablar bor ekan. Olib ketsangiz, bir o'q bilan boya aytgandek 2-3 ta qo'yib tursiz. Sal kelishtiring. Well, for many families, a bed is now a luxury item. Rostdan ham qarang, luxury item bo'lib qoladi. Biron bir narsa shohona narsa bo'lib qoladi. Masalan, men aytishim mumkin, meni to'lovlarim ko'p, elektrisityga, kreditlarga to'layman va boshqa narsa hammasi menga luxury bo'lib qoladi deb speakingda gapirsam, after I have paid my bills like electricity, utility bills, by large, I've left with very little money. So anything else is a luxury deb ketsam bo'laman. Shundan tashqari hamma narsa menga luxury bo'lib qoladi desam bo'ladi speakingga. Ko'ryapsizmi? Speakingga mashq qilib ketsa bo'ladi bular. Rahmat, davom etamiz deydi-ku. E'tiboringiz uchun. Having no bed means children are tired and cannot concentrate at school. Bolalar deyapti, bedi bo'lmagandan keyin charchab yaxshi dam ololmay, maktabda konsentratsiya qila olmaydi deyapti. The something juda nozik oyim ekanda ular. Bir nima this something said bed poverty shows that many people in Britain are struggling. Nima aytadi? Tepada shu mana statistikani aytganini aytadi menimcha.
To'g'rimi? Statistikani nima aytdi? Charity aytdimi? Statistikani charity aytdi. Yeah. Charity aytadiki, Britain struggle. It said bed poverty is an example of child poverty. Many parents have painful challenges. Qarang, juda ham og'riqli qiyinchiliklari bor. Nima? Rising cost of living, rising food prices, higher energy bills. Nima o'shalar? Painful challenge'larmi ota-onalar uchun? Yes, o'shalar yozib qo'ysangiz, writingda ishlatasiz, ishoning. Ana shunday yozib qo'ying, writingga ishlatsa bo'ladi. Keyin shu ustoz aytuvdi deb eslab yurasiz. They do not have enough money. So the essentials. Yeah. The essentials degan narsa bor, qarang. Odamlarga zarur bo'lgan narsalar hammasini the essentials desangiz bo'ladi. To raise happy and healthy, raise degani katta qilmoq degani. Nima? Xursand va sog'lom nimani katta qiladi? Bolalarni katta qiladi, nimani katta qiladi? Children. Deysiz. Yana ozroq bu yoqqa tortamiz. Ana. The charity said families in crisis, qarang mana, families in crisis, krizisdagi oilalar, ana shuni writinglarda ishlatib bo'ladi. Are having to prioritize bo'lish kerak. Essentials deyapti. Essentials degan shu zaruratlar dedik, such as bir nima, heating and electricity. Isitish, electricity va nima mana bu tepada bir odamning basic needlari, asosiy ehtiyojlaridan nima qolib ketdi? Tepada. Mana aytdi, isitishda aytdi, electricityni aytdi. To'g'rimi? Nima? Asosiy ehtiyojlarini sanayapti mana. Heating, electricity va shunga o'xshash asosiy ehtiyoj bo'lish kerak yana bitta. Mana. Qarang, energy billsga qarang, energiya to'lovlariga boya aytganda isitishga ketadigan energiya ham, issiqlikka ketadigan energiya ham kirib ketaveradi. Mana food prices. Mana bu food deysiz, mana energy bills, heating bilan electricity bo'lib kelyapti bu yoqda. Bu yoqda esa bittagina food qolyapti. Ko'rasizmi? Mana food, heating and electricity degani higher energy bills ga borib taqaldi. 6-chi ham yozdik. Over things like fixing a broken bed. It warned that bed poverty is affecting children's mental health. It called on the government to take urgent action to address these deep-rooted issues. Gap qarang. Writingga zo'r ekan, Governmentga deyapti, ana qildi deyapti. Urgent action take qilish kerak. Juda ham bir zarur, sразу harakatlar amalga kerak. Bu address degan hal qilish degani, bu juda ham qon-qonga singib ketgan, juda ham oldindan bor bo'lgan deep rooted muammolarni hal qilish uchun degan ma'noda keladi. Bed, floor, people, charity, children, food degan javoblar oldik biz. Bed, floor, people, charity, children, food. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody. We did 8 tests today, and we did something great, right? Thank you for everybody for attending. So you can improve your reading by reading and taking notes. Take notes as much as possible. Learn the vocabulary you come across. Do not be lazy. Just do it. Thank you, everybody. This is it.